Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yangi bo'lim, yangi mavzuni boshlaymiz. PHP ni boshlaymiz. Xo'p, kirish qismi qilamiz bu darsni, ya'ni bu videoni, bu kontentni kirish qismi qilamiz. PHP o'zi nima? PHP qaysi maqsadda, qaysi dasturlashda aynan nima uchun ishlatiladi degan savollarga qisqacha va bilganimizcha javob beramiz. PHP bu dinamik web sahifalarni yaratishda asosan ishlatiladi. Ya'ni web sahifalarni ko'tarish PHP da oson. PHP oson dasturlash tili, ya'ni boshqa tillarga nisbatan sodda, o'rganishga tez, dinamik bo'lgan til hisoblanadi. Hop. PHP ni xudo xolasa mana shu W3 School saytidan ko'ramiz. O'sha tutorialdan boshlab OP har xil example'lar bor bu yoqda. Hammasini qo'ldan kelgancha ko'rib chiqamiz. PHP dan so'ng hozir MySQL bor, Postgres bor, xudosi nasib qilsa Laravel bor, Docker, DevOpsgacha niyatimiz bor, boramiz birgalikda. Xo'p. W3 School'dan example'lari bitta ko'ramiz. Undan oldin PHP ni arxitekturasi bilan, ya'ni MVC degan arxitekturasi bor, o'sha bilan tanishib chiqsak. Men buni kodini tayyorlab oldim. Buni o'sha videoni kommentiga ham qo'yaman. Repoga public repo yuklab qo'yganman. Xo'p, MVC ga ham bir qator to'xtaladigan bo'lsak, MVC o'zi nima? MVC bu Model View Controller ma'nosi. Ya'ni userga bitta qilib aytadigan bo'lsak, masalan, userni biz klient deb tasavvur qilamiz. Controller bu yerda ofitsiant, model bu yerda oshpaz, database bu kartoshka, mana biror bir sabzavotlar yoki mahsulotlar, tayyorlanmagan mahsulotlar deydigan bo'lsak, jarayon nima bo'ladi? Jarayon, user keldi, klient keladi, biror bir buyurtma beradi viewga. Viewga biror bir buyurtma, masalan, bitta tarelka, bitta vilka, bitta qoshiq, keyin masalan ikkita somsa deydigan bo'lsa, buni kontroller oladi o'ziga, ya'ni kontroller o'ziga olib, mana shu buyurtmaga binoan modelga murojaat qiladi, ya'ni oshpazga. Oshpaz mana shu somsaga ketadigan mahsulotlar yoki tayyor bo'lsa, uni o'sha database, ya'ni database bu ombor deb tasavvur qilsak, mana shu yerdan oladi va uni qaytib kontrollerga beradi, ofitsiantga beradi. Ofitsiant o'sha zakazni mijozga yetkazib beradi, o'sha nima so'ralgan bo'lsa listda. Xo'p, endi buni kod tomonlama ko'radigan bo'lsak, MVC o'zi jarayonni tizimlashtirish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni MVC orqali qurilsa proyekt, masalan, komandada 3 ta odam ishlasa, 3 ta dasturchi deb tasavvur qilsak, 3 ta backendchi, har bitta backendchi o'ziga alohida tasklar qilsa, har bittasi masalan alohida joylar, bittasi masalan 3 ta kontroller bo'lsa, bittasi bitta taskda, bitta modulda ishlaydi, ikkinchisi yana boshqa. Mana shunday vaziyatlarda alohida ishlashga ham, kodimizni ham alohida bir ajralib turishiga ham foyda beradigan, bir chiroyli qiladigan, tartibli holatga olib keladigan arxitektura. Xo'p. Biz bu yerda public, bu o'zi qanday ishlaydi? Public papkamiz ichida index.php faylimiz bor. Dastlab so'rov bo'lganda, ya'ni mana bu yerda men hozir ochib qo'yganman. Masalan, bizga ekranga user yozuvi chiqyapti. Mana shu bu serv bo'lganda, ya'ni lokalniy ishga tushganda so'rov public papkaning ichida index.php ga keladi. Index.php ga kelib turib, birinchi mana buni o'qiydi. Vendor outload, ya'ni outload degani bu avtomatim render qilish. Bu struktura yozilgan, struktura